Diskreja bo'yicha suhbatlashsak sizga, diskreja bo'yicha sizga savollar yo'llashgan. Mayli. Birin-ketin savollarga o'tsam, nima deysiz? Mayli, jonim bilan. Xo'sh, diskreja faqat operatsiya bilan tuzaladimi? Tabiiy yo'l bormi bunga debdi. Diskrejani albatta operatsiya qilish shart emas. Tabiiy yo'li bor. Mana bizlar hozir 17 yildan beri shu tabiiy yo'l bilan, tabiiy dorilar bilan diskreja kasalligini davolab kelyapmiz. Bizga 100 ta kishi diskreja bilan murojaat qilgan bo'lsa, 100 tasi ham sog'ayib ketyapti, Xudoga shukr. Bemalol tabiiy yo'l bilan davolasa bo'ladi. Hech qanday zarurat yo'q operatsiya qilishga. Qancha ovqatda og'riqni yengillashtirish mumkin? Og'riqni yengillashtirish masalasi har kimga, har bir kishini o'zini organizmi xususiyatidan kelib chiqib, har kimga har xil muddatda bo'ladi og'riqni yengillashtirish. Kimgadir 3-4 kunga, 3-4 kunga uje og'riq yengillasha boshlaydi. Kimgadir bir hafta 10 kunga yengillasha boshlaydi. Har 3 ta murojaat qilgan bemordan 2 tasiga avvaliga dard bir kuchayadi. Avvaliga dard bir kuchayadi, bir qo'zg'aladi. Keyin pasayib ketadi. Bir 3-4 kundan yo bir hafta 10 kundan keyin pasayib ketadi. Kuchaygan paytiga og'riqlantiruvchi vositalardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Hosil aka, yoshim 46 da, bir necha oydan buyon belimda doim bir og'riq bor. Og'riq ba'zan oyoqlarimga tushadi, ayniqsa yurganimda yoki uzoq o'tirganimda. Shifokorlar diskreja deb aytishdi. Menga shu kasallik nima uchun paydo bo'ldi o'zi? Tanga og'riqlik, stress yoki noto'g'ri ishlashdimi? Tabiiy davo bormi? Operatsiyasiz ham bitadimi? Yoshlar 46 da ekan. Alloh shifo bersin. Albatta diskrejaga chalingan bu kishi shikoyatidan bilinyapti. Endi savol qanday edi yana? Xo'p, shifokorlar diskreja deyapti. Menga shu kasallik nima uchun paydo bo'ldi? Tanaga og'riqlik, stress yoki noto'g'ri ishlashdanmi? Tabiiy davo bormi? Operatsiyasiz ham bitirsa bo'ladi. Diskrejaga chalinish sabablarini ham so'rayapti-da, nima sabab bo'lishi mumkin deb. Operatsiyasiz davo bormi? Operatsiyasiz men hali aytib o'tdimki, davo bor, xudo xolasa. Tabiiy yo'l bilan davolasa bo'ladi. Mana bizlar 17 yildan beri buni davolab kelamiz. Tabiiy yo'l bilan. Ichadigan, sotadigan narsalar beramiz. Endi sabablariga kelsak, kimgadir og'ir yuk ko'tarish sabab bo'ladi, kimgadir. Lekin buni diskrejaning yana sabablaridan biri albatta stress ko'payganligi va kimyoviy o'sha iste'mol narsalarimizga kimyo ulushi ko'payganligi. Yeb ichadiganimiz tarkibida mahsulotlarga kimyoviy narsalar ko'paygan. Mana hozir hattoki buqalarni ham ukol bilan semirtiryaptilar. Tovuqlarni mana ximikatlar bilan 45 kunga suyayapti deb eshityapman. Shuningdek, tomorqada ekiladigan o'sha sabzavotlar ham yoki meva-chevalar ham dorilab turmasa, kimyoviy dorilab turmasa, o'sha sabzavot olish, meva-cheva olish ham odamlarga nima deymiz, muyassar bo'lmayapti. Klimat nima deydi, tabiat ancha o'zgarib ketgan. Majbur bo'lyaptilar, kimyo ishlatyaptilar o'sha sabzavotga ham, haligi meva-chevaga ham. Va ana shu narsalarning oqibatida diskreja kasalligi ham ko'payapti. Bu yerda stressning ham roli bor, oziq-ovqatdagi kimyoning ham roli bor albatta. Va og'riq ko'tarish ham sabab bo'ladi. Xo'p, oyoq keyin savol aytyapti, og'riq oyoqqa tushyapti. Bu xavflimi? Xavfli emas, lekin qiyin. O'sha odamning o'zi uchun qiyin. Xavfli emas. Davolasa bo'ladi. Og'riq oyoqqa tushgani bilan uni og'ritib turgan narsa umurtqada bo'ladi. Umurtqa sohasida bo'ladi, asli o'zagi. Umurtqani davolash kerak bo'ladi-da. Avvalambor har qanaqa odam kasal bo'lganda o'sha og'riqdan qo'rqadi, shifokorni operatsiyadan qo'rqadi har qanaqa odam. Ikkinchi savol shunday iborat bo'lyaptiki, operatsiyadan qochsam bo'ladimi? Har bir vrach har xil gapiryapti. Biri operatsiya, biri massaj, yana biri dorilar. Qaysiga ishonishni bilmay qoldim. Rostdan ham hamma diskreja operatsiya talab qiladimi? Hamma diskreja uchun operatsiya zarur emas. Dori bilan mana menga turli darajadagi diskrejalar murojaat qilishadi menga. Og'ir shakldagisi ham murojaat qiladi, yengil shakldagisi ham murojaat qiladi, o'rta holatdagisi ham murojaat qiladi. Ularning hammasi sog'ayib ketyapti, alhamdulillah, Allohning qudrati bilan. Og'ir shakli ham sog'ayapti, yengil shakli ham, o'rta shakli ham hammasi sog'ayib ketyapti va tabiiy yo'l bilan sog'ayapti. Xolasalar bizga murojaat qilib davolashlari mumkin, bemalol.
Xo'p, davo jarayoni qancha vaqt oladi? Menga aytishyapti, diskriziya shoshib tuzalmaydi. Rostdan ham oylab, yillab davolanadimi yoki to'g'ri davo qilsa tez yengillashadimi? Endi og'riq qolishi haqida gapiradigan bo'lsa, kimgadir 3-4 kun, bir hafta yo 10 kunda og'riq qolishi mumkin. Og'riq ya'ni tinchib ketishi mumkin. Lekin bu hali diskriziya to'liq sog'aydi degan gap emas. Bu kamida 2-3 oy davolanadi. Kamida 2-3 oy davolanadi. To'liq o'sha narsa sog'ayishi uchun. Ba'zilar bor 5-6 oy vaqtni ham oladi davolashi. Lekin tabiiy yo'l bilan davolanadi va 100% davolanadi. Xo'p, qanday mashqlarni qilish va qaysilardan voz kechish zarur? Og'ir yuk ko'tarmasligi, ya'ni organizmga yuk tushiradigan mashqlar, organizmga yuk tushiradigan mashqlar to'g'ri kelmaydi. Gimnastika yaxshi, gimnastika. Turnika tortish yaxshi, gimnastika yaxshi. Yengillashtiradi, og'riqni yengillashtiradi, ancha tinch holatga keladi. Lekin bu bilan diskriziyaning o'zi sog'aymaydi, faqat qon aylanishi biroz yaxshilanadi, o'zini yaxshiroq his qiladi. Diskriziyani baribir davolash kerak. Nerv qisib qolganda zudlik bilan nima qilish kerak? Nerv qisib qolganda hali aytdik, turnik mana, turnik Zudlik bilan bo'lganda aytyapti, srochna demoqchi. Srochna. Mana turnik nerv qisilib qoldi deylik. Turnik qilsin, ochilishi mumkin o'sha qisilib turgan narsa. Ana u prujina bor bunday qiladigan. U mana bunaqa ko'taradigani bor. U bemalol shulardan foydalanishi mumkin. Bu bitta masala. Lekin bizning dori bilan o'sha juda tez ochiladi. Bizning dori ham juda tez tasdiqlaydi shu narsaga. sizning doringiz o'shanga Qisqa muddatga ham ta'sir qiladi, xudo xolasa, ham o'shani nima yo'qotadi. O'sha diskriziya degan narsani yo'qotadi. Ana mashqlar faqat qisilib turgan joyni ochishi mumkin, lekin o'sha o'sib turgan narsa hali o'sib turgancha turgan bo'ladi. Yana u katalasa, yana qaytadan qisadi keyin. Vaqtincha o'zini yengil his qiladi mashq bilan. Xalq tabobatda qaysi maslahatlar samara beradi? Banka, qo'l ostirib turish, moy, yog' massajimi? Endi har bir tabibning o'zini usuli bor. Kimdir massaj qiladi diskriziyani, endi iqtidoriga qarab demoqchiman. Har bir tabib o'zining iqtidoriga qarab qiladi, yo har bir doktor o'zining iqtidoriga qarab. Kimdir massaj iqtidori bor, massaj qiladi shularga. Kimdir iqtidori bor banka qo'yishga, ular banka qo'yadi. Har bittasini samarasi o'ziga xos. O'ziga xos. Endi o'zi tanlasin o'sha kasal odam. Banka orqali qiladimi, boshqa yo'l bilan qiladimi, o'zi tanlasin. Lekin eng yaxshi samarani men o'zimning dorimda ko'rdim. Eng yaxshi samarani. Chunki quritadi. O'sha o'sib turgan narsani quritadi. Qisilib turgan nervni ochadi. So'rdiradi o'shani. Katta rahmat Hosil aka. Salomat bo'ling.